Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana yana bir so'nggi variantdagi stanogimiz tayyor bu holatga keldi. Mana lentali bu stanogimiz ham lentadan tuproq kelsa, mana bu pastga bosib beradigan barabani ham bor. Shinekka bosib beradigan barabani. Bu lentali variantga bu baraban bo'lishi shart. Shuning hisobiga biz har doim mana shu barabanini qo'yamiz bu stanoglarimizga. Bu shestrinalarimiz ham juda baquvvat shestrinalar. Mana qalinligi ham. Mana stanoglarimizda umumiy ko'rinishi mana shunday. Bu dizel variantda hozirgi holati. Kimgadir elektr variant kerak bo'lsa, shu dizel motor o'rniga elektricheskiy dvigatel qo'ysak, elektr variantda ham ishlayveradi bu stanogimiz. Mana bu stanoglarimizda ham mana shu palasalari bolt gaykaga olingan asosiy turbamizda. Keyinchalik remont qilish jarayonida ham qiyinchilik bo'lmaydi. Mana kesish joylarimiz juda qulay bizda variantlarimizda mana. Pachivniklarda turadi, putulka emas. Mana pastda ham pachivnigi bor. Mana bir ichakni tortsak, itarib chiqarib qo'yadi bu. Kimga shunday stanoglar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.